Do'stim, tog'da ham maza qildi dam oldiga. Maza qildi. Og'iz qurib ketdi. Kirib suv olib chiqmaysanmi, do'stim? Bo'ldi, olib chiqaman. Tog'am maza bo'ldi. Ismoiljon? O'g'lim? Siz kimsiz? Bu nima deganing? Tanimadim. Men seni otayman-ku. Biz otamiz o'lgan. Farzandlarim. Ismoiljon? Ikromjon? Assalomu alaykum, dada. Alaykum assalom. Nima qilyapsizlar? Batta ishlayapsizlarmi? Siz 3 kundan beri uyga kelmayapsiz. Bizni qornimiz ochib ketdi. Onamning hamma zarar bo'lmagani uchun shifoxonaga olib ketishdi. Dorilarni ham nasiyaga oldik. Qornimiz ochganda ishlashga majbur bo'ldik. Shunaqami? Do'stim, sani farzandlaringmi? Ha, meni farzandlarim. Ha, toqqa borib 20 ta bolaga xarajati mendan deyishingga nima balo? Bolalaringga qara, ushamasuvin. Sanaqa odam. Ha, do'stim, bu nima qilganing? Tashab qo'yaman. O'zim ham ketaveraman. Bolalaringga qara. Ha, o'g'illarim shunaqa deylar. Men tog'da do'stlarim bilan dam olsam-u, oilamga qaramasam-u, sizlar bitta mehnat qilib yursalaring. Aynan o'ynab kuladigan paytlaringda, o'g'lim. Men befahm, befarosat otangni kechiringlar. Onangning ahvoli yaxshimi? Ancha yaxshi, faqat dorixonada dorilarni nasiyaga olganmish ishlashga ham. Uni hal qilamiz, bolam. Hozir birinchi navbatda oyingni oldiga boramiz. Bugun borib oyingni xabar olamiz. Agar javob berilsa, uyga olib kelamiz. Hamma xarajatlarni to'laymiz. Dorixonani pulini ham beramiz, o'g'lim. Meni kechirdilaringmi? Dada, sizdan xafa emasman. O'tiringlar.